Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderli qarindaşlar. Bugünkü her şembede şu saatlerde birlikte üyünüp kilovatkan tedbir yayısın derslerimizin 44. de mene bu kolumdaki erken sıdık hakimizden turmuştan mühim sabatları ve sabakları degen 7. kısım kitabı en keyin neşir kılıngan tedbir neşriyatımızda kitap en keyin yazılığını emas, en keyin neşir kılınganı kaderli qarindaşlar. Bugünkü turmuştan sabatları da erler bilişki tikişlik ayallarga ait işla degenini bir kata öğrenip çıkımız. Onun için kiler şembe günü Allah ömür verse ayallar bilişki tikişlik erlerge ait işlerini öğrenimiz. Bu makale 2016 yılı 12. ayın 2. günü vatanımızdaki torbetleri de ilan kılınıp diken kaderli qarindaşlar. Bunu emdi biz tedbir yayısın derslerde birlikte öğünümüz. Benim bilişimçe yakınki 10-20 yılının mabeynide Uygur cemiyeti de er ayallarının acırışı bir tarihte körülüp bakmagan pellege yetti. Hem de onundan nihayet ağır derecedeki bir kısım ictimai ve iktisadi meseleler körülüşke başladı. Er ayallar acıraşkanda ulanın özleri cemiyet ve bütün halk ziyan tartıdı. Uladımı bekirek acıraşkan ailedeki balılar ziyanga uçuraydıgan bulup, ondaq ziyanlarını başka usullar bilen asallıkça toldurvağılı bolmaydı. Uygur cemiyeti de er ayallarının acırışının eğirleşip gitişiydi sebepler heli köp bulup, bularının içiden gayri medeniyetlerinin tesiri, iktisatının tez süreti terakki qilişi, dini anın acizleşişi, hem de bütün memleket miqyasında pulgu çokunduğun bir normal ve naçar insan ruhiyetinin baş kötürüşü qatarlıqlarını tilg elip ötüş mümkün. Ulardan başka nihayet mühim sebeplerden yeni biri var. O bozumu erlerinin ayallar hakkında toğra ve ilmi düşüncege ege bulanmaslığı. Şundaqla ayallarının mı erler toğrusunda toğra ve ilmi düşüncege ege bulmaslığı. Men hazırgıç bu mesele üstüde toxtalgan yuqur süpetlik Uygurca makalalardan birisini mi uçurtup bakmadım. Belki onunla özümdeki şerait çektiğimiz sebep boğandı. Gerçi men bu mesele tilg elingan bazı leksiyelerini anlap bakkan bolsam mı, onun da sözlengen mezmunlarının nihayet yetersiz ve teyiz ikenligini his kıldım. Şonlaşkı men muşu ve kiyinki yazmalarımda hazırkı zaman psikologiya ilmide bayqalgan erler ve ayallarga ait ilmi düşüncelerini tonuşturup ötümem. Yani men mezkur makalede erler bilişki tigişlik ayallarga ait en mühim işlerini kenki makalede bolsa ayallar bilişki tigişlik erlerge ait en mühim işlerini bayan kılıp ötümem. Men okurmanlardan bu makalelerini keng türde takip imkan kadar köprek kişilerimizni bu makalelerini diki mezmunlarının haberdar kılıp koyuşunu sorayman. Menimçe umum halkımız için kılgan bir halisane ve mühim hizmet bulup hesaplanıdı. Men 2016 yılı 3. aydan burun torlarda ilan kılgan başka bir menbedeki mesela Doktor Yasir Qazi'nin leksiyisideki mezmunlarını asas kılgan makalelerde menbe hakkında məxsus ayrım düşünce beğenmedim. Hem de özümün oyluğallarının bir ilave ibaresi bilen başlangan ayrım abzasını bayan kılıp başkaları tebe mezmun bilen özümki tebe mezmununu nihayet inik ayrıp mağdım. Ama vatandaki torlarının ihtiyacı tüpeyliden 2016 yılı 3. aydan keyin onda kılmasını mecbur oldum. Mezkur makalımı keyinki xildeki makala kirdigan bulup, onu öz vaxtıda torlağa çıkarganda menbe hakkında hiç qandaq düşünce berelmey kaldım. Men okurmenlerden bu işini toğra düşünüşünü sorayman.
Men tüvendeki mezmunlarını makalının astidik işki menbədin aldım. Onun birincisi Doktor Yasir Qazi 2013 yılı 25 mayda Amerika'da ötküzülgen Şimali Amerika Müslümanlar Kurultayı'da belgen bir meydan ilmi dokladının video filmi. Onun ikincisi bolsa Doktor Yasir Qazi üz işleydiğen Ali mektepte köp yıllardan bu yan ders kılıp sözlep kilibatkan mezmun bulup bu video filmi 2013 yılı 27 Mart tarqıtılgan. Tüvendikisi makalenin resmi mezmunları. Bizning muqaddas kitabımızda erler bilen ayollarning o'rni haqida nayt iniq bayonlar bor. Ya'ni erler bilen ayollar bir-biriga o'xshamaydiganligi, ular bir-birini to'liqlaydiganligi haqida iniq bayonlar bor. 60 ve 70 yıllarda garip ellerinde ayollar hukukunu qo'g'dash hareketi deb atıladigan bir qator hareketler elib berildi. Hem de o hareketlerde ayollar beraber degan ideya ilgari surildi. Onun da fizyologiya, psixologiya ve hissiyat cihetlerde erler bilen ayollar o'xshash deydigan ko'z qarashlar targ'ib qilindi. Ama o hareketlerinin en ahırda nait içiniş halette mağlup oldu. Yakında bir xil yeni şekildeki ayollar hukukunu qo'g'dash hareketi meydan kilip kişiler onun da aldığı qatimliq harekette keltirib chiqargan ziyonlarning o'rnini to'ldirib edish yo'lida tirishchanlik ko'rsatib. Burunqi harekette o'zgartmoqchi bo'lgan nurg'un ishlar ustida qaytadan o'yinish elib berib, erler bilen ayollarning Allah yaratgan tabiatini o'zgartish mumkin emas. Kur'an bilen sünnetni ko'rsatilishicha erler bilen ayollar cemiyette başka rollarni oladi deyishgan. Biz alnı bilen şaptını seliştirmaymiz. Erler bilen ayollarni seliştirish xuddi alma bilen şaptını seliştirgandek bir iş. Allah erlerini yaratıp ularni bir kısım alaydı rollarını ata qilgan. Şundaqla Allah ayollarni yaratıp ulagıma özüge mas keladigan bir kısım rollarni buyurgan. Fakat erler özüge layık rol elip ayollarni özüge tushliq rol algandila andin aile ronak tapıdı, cemiyet güllünüdü. Balalar sağlam üspitelidir. Neticede ümmetlerine kudret tapıdı. Ama ayollar erlerinin rolunu elip, erler bolsa ayollarning rolunu elip iş kılmakçı bulup iken, ular öz tabiatlariga mas kelmaydigan yollarını tutup, erler mağlup buludu, ayollar mı mağlup buludu, aile mi veyran buludu. Cemiyet mi mağlup bulup, hem de ahirda ümmetler mi mağlup buludu. Demek, bizning dinimiz bu meselede nait iniq meydan ifadelagan. Erler ayollarga o'xshamaydi. Hozirgi zaman psixologiya ilmida bayqilishicha ayollar erlerden isteydigan mundaq muhim ishlar bor. Qadrli qarindoshlar, birinci ayollar isteydigan birinci o'rindagi narsa üzülmez muhabbet. Ayollar eriden isteydigan birinci o'rindagi narsa nait mustahkam, üzülmez muhabbetten ibaret. Ayollar her vakit erlerinin turmuşida birinci o'rinda turadigan narsa bo'lishini isteydi. Ular erinin özlerini suydiganligini davamlı deb turishini yaxshi ko'radi. Adette erler ayolının özüge bo'lgan söygüsünü her vakit mevcut bulup turishga tegishli narsa yoki buyurilgan narsa deb tushunadi. Şu başka ayollar eriga davamlı men sizni suyman, men sizga kuyman deganda gaplarni deb turmusimi bulaverdi. Bir ayolning hozirmi eri bilan bir uyda yashayotganligi o ayolning eriga kuydiganligining namoyandasi bo'la oladi. Ammo ayollar undaq emas. Ayollar erinin özüge bo'lgan söygüsünü herkesine buyurulgan narsa deb tushunmaydi. Ular her vakit erim meni hozirmi yaxshi ko'ramdigando,
O hazır meni oylap turamdıganda. O hazır men köngül bilemdiganda. O hazır meni birinci orunga koyamdiganda dep oylap turdu. Şolaşqa erler ayalığa davamlıq türde onunla kuydiganlık köngülünü bildirip duruş kerek. Sizning ba'zida xizmat o'rningizdagi har xil masalalar yoki sirtqi kishilik munosabatdagi ba'zi ko'ngilsizlik yoki og'rinishlar tufaylidan ishdan tushib uyga kelganda ayolingizga ancha gap qilgingiz kelmaydi. Mushundaq vaqtlarda haqiqiy ahvoldan xabarsiz ayolingiz erim meni burunqidek yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qopti deb o'ylaydi. Şolaşqa siz davamlıq turda ayolingizga o'zingizning uni suydiganlik ko'nglingizni bildirib turishingiz kerak. Unda qilishning tuvandagidek bir qancha xil usullari bor. Birinchi, ayolingizga eg'izingizda davomlıq men sizga kuyman deb turish. So'zning qudrati nihoyat kuchli bo'ladi. Erler üçün ayalığa men sizge naitimi kuyman deyiş tolımı galite. Kişini oңaysızlandırılan iş bulup duyulur. Emma aşındaq sözlerini qilish her vakit yaxşı ünüm berdi. Ayollar aşındaq sözlerini her vakit intayin yaxşı görüdü. İkinci, ayolingizga o'zingizning söygüsünü fizikilik jihatdan ifodalab turish. Masalan, ayolingizga pat-pat tutib pat-pat silab ve pat-pat quchoqlab qo'yish qatorliqlar. Ayollar jinsiy munosabatdan boshqa fizikalik yaqinlikni, qadrlanishni va kuyinishni bakrak muhim biladi. Uchinchi, hamroh bo'lib berish. Erler uchun bu eng qiyin ishlarning biri. Odatda erlar o'zlarining masalalarini ayoliga deb berishni, o'zining dardlarini ayoliga aytishni yaxshi ko'rmaydi. Bunda qilish ba'zida ayoliga nisbatan o'ziga ishonmaslik, o'zini burunqidek yaxshi ko'rmaslik yoki o'zidan bir qism ishlarni yushirish bo'lib tuyuladi. Shunlashqa ba'zida ayolingiz bilan bo'lgan obdan paranglashib, uning o'z ko'nglingizdagi, uning bilan munosabatsiz bir qism gaplaringizni qilib bering. Ayolingiz yolg'iz sizning ashunda qilishingizni qarshi elib qolmay, uningdan nihoyat xush bo'ladi. Ayollar özü bilen iri oturusida ana aşındaq ruhi bağlanışның bar buluşunu isteydi. Bu mu muhabbetinin bir xil ifadesi. Bazıda ayolingizning kayfiyati ancha yaxshi bo'lmaydi. Aşındaq vaqtlarda hargizmi o'zingizni uningdan elib qochib, ayolingiz yo'q yerda yuymang. Hamda o'zingizni besib olib, ayolingizning dardini anglab bering. Ayolingizning ko'ngli yerim bo'lgan vaqt, o sizning hamrohligingizga eng ehtiyojli bo'lgan vaqt. Ayolingizning kayfiyati yaxshi emas vaqtda, o ruhiy jihatdan siz bilan odatdagidimi bakrak yiqilishni istaydi. Sizning kayfiyatingiz yaxshi emas vaqtda, siz ayolingizning yiroqroq turishni istaysiz. Siz ayolingiz bilan gap talashib qolganda, o'zingizni maydondan elib qochadi ekansiz, ayolingiz uni yerim bana hamroh bo'lishni rad qildi deb tushunadi. Siz o'zingizni maydondan elib qochmay, uning o'rniga ayolingizga, "Amriqim, hozir mening ko'nglim sal joyida emas. Hozir men uchun siz bilan so'zlashishga bir yaxshi vaqt emas. Siz yana bir soatdan keyin paranglashsak qandoq deysiz?" deng. Ashundaq desangiz bo'laverdi. Ashundaq qilsangiz ayolingiz hargizmi erim o'zini mendan elib qochdi deb o'ylamaydi. Ishlar normal mang'udi. Gap talashib qolganda siz ayolingizning gaplariga parvo qilmay, bir yoqlarga ketib qilish intayin ziyonli ish. Eng ziyonli ish. Shunlashqa undaq ishlardan qat'iy saqlaning. Erlar bilan selishtirganda ayollarning kayfiyati osonroq buziladi. Kayfiyati buzulganda ayollar erlarga qaraganda bakroq o'zini kontrol qilolmay qoladi. Bu jihatda erlar ayollardan ko'p kuchli keladi. Shunga siz o'zingizni besib olib, masalani hal qilishning to'g'ri usulini tavsiya qiling. Hargizmi chechilib ketmang. Ashundaq benormal paytlarda hargizmi ayolingiz bilan baslashmang.
Erlerning to'y qilgan xotir kunini unutulib qolishi bir nihoyatda nachar ish. O bir xatarlik ish. Siz o kunni unutulib qolmasangiz, ayolingiz erim meni hozirmi yaxshi ko'rdi ekan, meni hozirmi o'ylab turdi ekan, meni hozirmi nihoyat qadrlaydi ekan deb o'ylaydi. Agar o kunni unutib qolsangiz, natijada aksicha bo'ladi. To'y qilgan kunni xotirlash intayin yaxshi ish bo'lib, o dinimizdami hargiz harom emas. Dinimizdami butunlay ruxsat qilingan bir ish. Erlarning ayoliga men sizni suyman deb turishidan, ayolini bir romantik g'izo bilan mehmon qilishidan ortiqcha ish yo'q. Bundaq ishlarga bizning dinimizmi butunlay yo'l qo'ydi. Shariat ayollar o'rtasida mushundaq yaqin munosabatning bor bo'lishini tashabbus qiladi. Bu haqda Daru Qutnida mundaq bir hadis bor. Hazreti Oyisha Peygamber Aleyhisselam'dan pat hazır mağa bo'lgan muhabbetingiz qandaqroq deb so'rab qo'ydigan bo'lib, har qatim Peygamber Aleyhisselam onunga mening muhabbetim hozirmi xuddi yashkil bo'lmaydigan chigishdek ching deb turgan ekan. Ba'zida Peygamber Aleyhisselam'ning Oyishaga ochiq kelib qolganda, Oyisha onundan hozir chigishining ahvoli qandaqroq deb so'raydi ekan. Peygamber Aleyhisselam bo'lsa, chigish hozirmi burunqi vaqtlardagi bilan o'xshash ching deb qo'ydi ekan. Erlar yolg'iz ayoliga men sizni suyman deb turib qolmasdan, ayoli qilgan ishlarni, bo'libmi ayoli o'zi uchun qilib bergan ishlarni maqtab turish kerak. Hergizmi ayoli qilgan ishlarga nisbatan qilishga tegishli ishlar degan pozitsiya tutmaslik kerak. Ayollar davomliq öy tozlaydi ve tabak yutadi. Mushundaq vaqtlarning ba'zilarida erlar ayoliga uyni karamet chiroyli qilib etibsiz juma, tamoq dahshat o'xshab ketibdi. Men bu ishlaringizdan nihoyat minnatdorman deb ayolini azroq maqtab qo'yish kerak. Hergizmi bular ayolimning qilishga tegishli ishlari deb o'ylamaslik kerak. Erlar degan ashundaq so'zlar bilan ayollar erim men qilgan ishlardan bek minnatdorkan, ularga deb qaramaydi ekan, ularga qilishga tegishli ishlar deb qaramaydi ekan deb o'ylaydi. Erlar imkon qadar oila ishlarining yerimini qilishib berish kerak debdi Erkin Sidiq akimiz bu maqolasida, ya'ni doktor Yasir Qozining deganidek. İkinci, ayolning tafakkur jarayoni o'xshamaydi debdi. Erlarning ko'pinchisi ayollar nihoyat hissiyatchan keladi deb o'ylaydi. Buni ayollarning tafakkur jarayoni erlarnikiga o'xshamaydi deb tushansimi bo'ladi. Erlar tafakkur qilganda ma'lum bir vaqtda ma'lum bir ish ustida o'ylanadi. Bu jihatda ba'zilar erlarning mengisini xuddi bir ko'p tartmalik ustalga o'xshatadi. Yani erler ma'lum bir vaqtda faqat bir masala ustida o'ylanib, onu bir taraf qilib bo'lib, andin keyingi masalaga o'tadi. Ma'lum bir vaqtda faqat bir tatmin echib, onun ishi bilan hapilishidi. O ish hal bo'lgandan keyin o tartmini yepib etib, andin yana bir tartmini ochadi. İşler mana shundoq davomlashtiradi. Odatda erlar ma'lum bir ish ustida o'ylanganda qolgan masalalarni bir tarafga qayrib qo'ya oladi. Ayollar bo'lsa uningga o'xshamaydi. Ular bir vaqtda ko'plagan ishlar ustida tafakkur yurgizalaydi. Shunlashqa ba'zilar ayollarning mingsini bir-birisiga tutishib ketgan o'michik to'rg'a o'xshatadi. Siz uning bir yerini tutib tassangiz, uning hamma yeri tanglamidirlaydi. Ailening ishi, xizmatning ishi, balaning ishi, o'zining ruhiy kayfiyat masalalari qatorliqlar ustida tangla o'yinlanaydi. Erlar uchun tafakkurni mushundaq elib berish asosan mumkin emas. Masalan, siz kompyuterda 3 ekranni tang ochib qo'yib, uning birisida bir el-xatga javob yozib, yana birisida nutq tayyorlab, yana birisida ish ustida plan tuzib beqing. Siz undaq ishni hargizmi qila olmaysiz.
siz bir vaqtda faqat bir ish qilib, uni bitirib bo'lgandan keyin andin yana birisiga o'tasiz. Siz kompyuterga qarab o'tirganda ayolingiz, "Amerikam, men talaga chiqib kiray. Onungacha qozonga qarab qo'yib turing. Men qaytib kelguncha qozon teshib ketmasin" desin. Siz ma'qul deysiz yo, bu ishni bir qancha sekund ichida unutib qolasiz. Unutilib qolasiz. Qozon chuqum teshib ketadi yoki osh chuqum kuyib ketadi. Yoki bo'lmasa mant pishirayotgan qozondagi suv qaynab tugab ketib, butun uy is purashqa boshlaydi. Ammo ayolingiz baliga qarag'ach bir tarafdan ko'ktat to'g'rab, bir tarafdan qozondagi narsalarni qo'rib, yana bir qozonda suv qaynatib, bir vaqtda 5-6 ishni teng qila oladi. Bu xil amaliyotning ayollik munosabatga qanday ta'siri bor? Odatda ayollar eri bilan ma'lum bir ish ustida so'zlashib o'tib, to'satdan yana bir masalaga o'tib ketadi. Onun yerimiga kelganda yana bir temaga o'tib ketadi. Her kishi bunday ahvolda nima ish bo'lib ketayotganligini bilmay gangirab qoladi. Bunday ahvol her kishiga nihoyatda tartibsiz ishdek tuyuladi. Masalan, tuvandagi bir misolni qarab boqayli. Ayol, "Amerikam, men bu hafta aldirash bo'lib ketib, uyning ishiga zodi yetishmay kelyapman. Bunday yurmay, menga azroq yordamlashsangiz bo'lmamdi?" Men texi tünügün taxtay pulni yuvatdim-go. Ayol, "Men her günü sizni deb tamoq etaman. Baladan xabar olaman, uyni tozlayman, ammo zodila qaqshimayman. Siz bir qatim pulni yuyib qo'yganga shuni peshonamga qo'yib atamsiz?" Bu gapni men chiqarmadim, uni siz o'zingiz boshladingiz. Ayol, "Men sizni qandoq yaxshi tamoqlarni etib beqiyapman, bilamsiz? Gap qilmasdiki bir kichkina ishqa g'o'dirlab ketganini siz bola tug'ib baqdingizmi? Siz bola emitib baqdingizmi? Bir qatim kirib baqdingizmi? Bu uyni kim hozir qilib tutib menayotdi, bilamsiz? Mendan zirikkan bo'lsangiz, burun yaxshi ko'rgan qizingizning qishig'i keting." Estağfurullah. Burun to'y qilib baqmagan bir er uchun bunday ishlar to'limi og'ir keladi. To'y qilib, uy tutib, ayoliga ma'o bir ish ustida gap boshlasa, ayoli gapni haliqi ish bilan hech qanday munosabati yo'q, yangi bir temaga yo'tkaydi. Uningdan yana bir yangi temaga yo'tkaydi. Shuning bilan gapning oxiri uzilmaydi. Amaliyotda bunday ahvolda ayol eriga hurmat qilmagan bir ish mavjud emas. Bo'lib, bunday ahvolni ayol kishining tafakkur jarayoni keltirib chiqargan. Debdi qadrli qarindoshlar. Yani uygunlatqanimiz Erkin Sidiq akamizniki qo'limdagi bu turmushning muhim savodlari va saboqlari degan kitob qadrli qarindoshlar. Yani erlarning ayollar to'g'risida bilishga tegishli ishlar. Erlar bilishga tegishli yana bir ish shuki, ayollar eri bilan munosabatlik burun yuz bergan ishlarni mangu asdan chiqarmaydi. Bir ish yuz berib bir qancha yil, hatto bir qancha 10 yil o'tib ketsami, o ish ayolining esidan ko'tarilib ketmaydi. Masalan, siz to'y qilib bo'lgandan keyin yana bir ayolga azroq ko'ngil tushib qolgan, hamda bu ishni ayolingiz sizib qolgan bir ish yuz bergan deyli. Gerçi siz bilan yana bir ayol o'tirisi boshqa hech qanday eg'ir xatolik yuz bermagan, o ish shu yerda tugagan bo'lsa-mu, ayolingiz 5 yil, 10 yil, hatta 20-30 yil o'tgandan keyinmi aşı ishni peshonangizga taqaydi. Erlar hozirgi vaqtda faqat ko'z oldidagi masalalar va ko'z oldidagi muhim ishlar ustida o'ynaydi. Burun o'tib ketgan ishlarni ancha o'ylab qo'ymaydi. Ammo ayollar undaq emas. Ular burun bo'lib o'tgan ishlarning hammasini mingsidagi bir uchur iskilatida saqlab, eri bilan so'zlashganda haliqi ishlarning hozirgi parang bilan hech qanday munosabati bo'lmasa-mu, o ishlarni bir-birlab so'rab chiqib, erining oldiga tashlaydi. Bunday ahvol ayollar uchun bir xil tabiiy ahvol bo'lib, erlar uni to'g'ri tushunish kerak. Yuqoridagi ishlarga yo'liqqanda
bek sekrep ketmesi gerek. Eğer besik bulup, ayalığı bir az yol koyup, işlerini yaxşı bir taraf kılış gerek. Muşundaq ahvaldığım erler, hergiz ayalla bilen besleşmesi lazım. Er ayalının cinsi münasebet jaryanı yüz berdigan, tefekkür jaryanı bilen bağlanışlık bolgan yeni bir mühim iş ba. O bolsumu bir jüp er xoton cinsi münasebet ötküzüp etip, işler en yukarı pellige çıkan bir peytde, ayalının hiyali bu iş bilen hiç qandaq münasebet yok, başka bir işlağı kitip gelişi mümkün. Mesela ayal kişi aşındak bir peytde, ertedeki balını doktorxanaga apirish, keşlik tamak etiş ve hizmetteki bir vazifini urunlaş qatarlıq işlerini oylaşı mümkün. Bazıda ayal kişi karavattaki iş en yukarı pellige çıkan bir peytde, hatta başka bir temi üstüde ilerige söz etişi mümkün. Amerikam erte balını mektepki saat 7'den burun apırıp buluşunu unutup kalman, jumu. Bu mu ayallarının bir xil tabii xüsusiyyəti bulup, erler onu doğru düşünüş gerek. Ayallar karavatta iş yüz bir atkan vakitti mi, bir de vakitte köplügen işler üstüde tanla oyununu alaydı, depto kaderli kıyımdaşlar. Bu yerde ayallarımın bundak bir işine biliş gerek. O bolsu mu, o yerdeki iş yüz bir atkanda erler aşu münasebetten başka hiç kandak işini oylamaydı. Aşındak bir peytte ayalının yüz bir atkan iş bilen münasebetsiz başka her kandak bir temeli söz kılışı erinin keyfiyatını öldürüş rolünü oynaydıgan bulup, o erinin keyfiyatını bozudu, hem de erini kattık rencitidu. Üçüncü, ayallar ruhi kapalet talep kılıdı diyen mezmun kaderli kıyırınlaşla. Erler ailenin maddi cümleden iktisadi ihtiyaçlarını kandırışka naiti ehmiyet birdi. Ailesinin iktisadi cihette sağlam buluşuna nait mühim orun okuydu. Bu bir yaxşı iş. Ama ayallar iktisadi kapalet qarğanda ruhi kapaletini teximi yuquru orun okuydu. Erler her gün etigenden keçki çıqattık işlep, ailenin iktisadi kirim bilen yaxşı təminlep mağsam, ayalımni iktisadi cihette razı qısamla şu küpaye dep oylaydı. Ama ayal kişi yerim anca öyde turmaz bulup kaldı. Qarğanda onun mağa boğan muhabbeti azlaşıp mağa anca kızıqmaydıgan bulup qalğan oxşaydı dep oylaydı. Ayallar dukallağı berip nersetvelişqe amrak ve kişimge tolum amrak boğaçqa erler ayallarının maddi ihtiyacını hemmedin üstün turdu dep oylap qalıdı. Emniyette bolsa umumilik noktasından qarğanda ayallar küçlük ruhi bağlanışqa kapalet kılıdığan bir kembeğel er bilen ötüşünü, yeterlilik derecedeki ruhi bağlanışqa kapalet kılanmaydıgan bir puldar er bilen ötüş qarğanda bekirek xalaydı. Məlum bir ilmi tekşiriş qatnaşqan 90% ayallar yerinin tüven maaşlı hizmetini qilib, öyde köprek turuşunu, yuquru maaşlı hizmetini işlep, öyde anç turması qadın köp üstün kürdiğalıqını bildirgen. Yani 90% ayallar yeriden tüvenrek maaş alsımı, öyde köprek turuşunu istigen. Yeri maaşda az alsımı, öyde köprek turup bəlsə, şununla bekirek razı işgeldikini bildirgen kaderli kırındaşlar. Şonlaşqa erler ailesinin iktisadi kapalet iyi kılıpla kalmayın, ayalını ruhi ciheti kapalet gibi iyi kılış gerek. Bu iki işte okşaş deriz elip meniş gerek. Erler üzünü her gizmo ailesinin iktisadi kirim bilen təminli geldik ki, bir çoğun üyü barlıqı ve ailesinin barlıq iktisadi ihtiyacının çıqqanlığı üçülla hemme işini cahili kılıp boğan bir adam hesaplaması gerek. Akşimi ayalı bilen cinsi münasebet ötküzüp turğanlık üçülla ayalımını ruhi kapalet iyi kılıp atmayan dep oylap kalması gerek. Ruhi kapaletten undaq amala belgilemeydi. Erler vücut keltügen maddi baylık ayalının köngüdeki boşluklarını tolduralmaydı. Erler hazırlap bergen maddi nersiler ayalının ruhi cihetik ihtiyaçlarını toluq kandıramaydı. Ruhi nersilerinin ornini maddi nersiler toluq alanmaydı. Şonlaşqa erler ayalının maddi ve ruhi ihtiyaçlarının her ikisini okşaş derecede kandırış üçün tirişi gerek.
Ondaqda ruhiy kapolatni qandaq vujudga keltiramiz? Ayolingizga pat-pat telefon qilib turing. Pat-pat uchur yo'llab turing. Xotira kunlari sovg'at elib berib turing. Ayollar eridan talab qiladigan yana bir narsa uning vaqti. Erlar uchun vaqt degan so'z uning qo'liga taqib olgan soatni ko'rsatadi. Ayollar eriga siz zodana men uchun vaqt sarf qilmaysiz desa, uning eri darhalla men her kuni 6 soat uxlayman, 8 soat ishlayman, qolgan 10 soat vaqt uyda ayolim bilan birga bo'laman deb bir xil vaqt hisoblash holatiga kirib ketadi. Hamda men siz bilan her kuni 10 saat birga yursam, yana nima ishqa mendan vaqt bermini deb qaqshaysiz deb o'ylaydi. Vaqtga kelganda ayollarning iniqlamasi erlarning iniqlamasiga qat'iy o'xshamaydi. Erlar soatni ko'z tutadi, ayollar bo'lsa eri o'zi uchun sarf qilgan sifatli vaqtlarni ko'zda tutadi. Erining o'ziga diqqat bergan, boshqa hech qanday ishni o'ylamay, faqat o'zini o'ylab, faqat o'ziga diqqat bergan, faqat o'ziga ko'ngil bergan vaqtlarni ko'z tutadi. Siz haftada 5 kun ishlaysiz, shanba yakshanba kunlarining oqshimi biror televizor programmasi, biror musobaqa ko'rmoqchi bo'lasiz. Ayolingiz uchun ancha ana shu vaqt eng sifatli vaqt bo'lib hisoblanadi. Siz ashunday vaqtlarni ayolingiz bilan birga o'tkazishni xohlamasangiz, ayolingizga o'zingizning eng sifatli vaqtlarini bermagan bo'lasiz. Ayolingiz bu ishlarni ana shunday tushunadi. Bu deganlik hargizmi siz bir qism bo'sh vaqtingizni boshqa do'st yoki tanishlaringiz bilan o'tkazmang deganlik emas. Siz bir qism bo'sh vaqtingizni cho'qim ashunday kishilar bilan birga o'tkazishingiz kerak. Ammo ayolingizning bir qism sifatli vaqtlarni siz bilan birga o'tkazgisi borligini hargizmi asdan chiqarib qo'ymasligingiz lozim. 4. Ayollar eridan bir sabdash, bir do'st bo'lib birishni istaydi debdi qadrli qarindoshlar. O'qiyotganimiz Erkin Sidiq akamizningki turmushningki muhim savotlari ve savaqlari degan kitob qadrli qarindoshlar. Buningda 4. savatga keldik. Yani erlarning ayollari to'g'riliq bilishga tegishli ishlardan. Ayollar uchun bir g'oyibiy er o'ziga eng yaqin do'st bo'lib birlaydigan erdan iborat. Erlar uchun ahvol undaq emas. Erlarning eng yaxshi do'sti uning ayoli bo'lishi noto'g'ri. Erlar ayolni o'lgich yaxshi ko'rib turib, o'zi uchun yana boshqa bir eng yaxshi do'st tuta oladi. Ammo erlar ayolidan o'zini nihoyat qattiq suyishni istaydi ekan, ular cho'qim ayolining eng yaxshi do'stiga aylanishi kerak. Eng yaxshi do'stlarning bir alaydiki, ularning bir-birining dardini va boshqa paranglarini anglab berishdan iborat. Ayollar ba'zida erining yeniga kelib, o'zining ko'nglini yerim qilgan, o'zining beshini og'ritgan va ko'nglini ranjitgan ishlarni so'zlab berdi. Eri bilan hech qanday munosabati yo'q ishlarni so'zlab berdi. Shunday vaqtda erlar ayolim o'zining masalalarini hal qilish uchun mening yenimga kelibdi deb o'ylab qoladi. Hamda siz ma'u ishni xato qilibsiz, siz av ishni qilmasangiz bo'ladi, siz ma'u gapni demasangiz bo'pti ekan degandek gaplar bilan ayoliga yordam qilishga, ayolining masalasini hal qilib etishga urinadi. Amaliyotda ayolining istaydigini o emas. Erlar bir do'stning yeniga berib dard to'kkanda yoki biror masala ustida gap qilganda o qarshi tarafdan o'ziga bir xil maslahat berishni, o'ziga masala hal qilishning usulini deb berishni istaydi. Ammo ko'pincha vaqtlarda ayolingiz siz bilan munosabatsiz masalalarni siz orqali hal qilib olishni istamaydi. O faqat ichini bo'shatib olish uchun bir jo'ri istaydi, xolos. Gapini anglab birdigan hamda o'ziga hisoblashib qiladigan bir odam izlaydi. Hamda sizni ashundoq odamlarning biri hisoblab sizning qishingizga keladi. Bundaq vaqtlarda siz hech ish qilmay, faqat ayolingizning gaplarini quloq solib anglab bersangiz, onunla hisoblashib qilib, onun diğerlerini qo'llab bersangiz kifoya qiladi. Ayolingiz uchun bu sizning onun bilan eng sifatli vaqtlarni
belli ötküzgenlik bulup hesaplanıdı. İmkaniyetiniz yer berse kilayetin bir qancha ayollar toplashib paranglashayotgan bir sorunga bir az dikkat kılıp koyun. Erler 5 minut kalmay paranglashib tugitib bo'ladigan bir tema ustida ayollar 30 minut, 1 saat hatta bir qancha saat paranglashdi. Ular bir temini tekrarlab, bir temini uzun suzib, nayt uzun paranglashdi. Bunday ahvol ba'zida erlarning ichini pishirib o'tadi. Sababi siz bir er bo'lg'achqa bundaq ishlarga bir erlik xarakterini ishq silib turib muomala qilasiz. Ammo ayollar uchun bu bir nayt normal ish. Ayollar uchun mana bu ularning normal uchur almashtirish usuli. Ayollarning o'zining gapini anglab birdigan, o'ziga istochlik qiladigan va o'zining dardini ko'tarishib birdigan kishilarga ehtiyoji bor. Ayollarni bearam qildig'ini ular yo'liqqan masalaning o'zi bo'lmasdan, balki shu masala keltirib chiqargan hissiyat yoki kayfiyatdir. Erlar osonlikcha boshqa erlar bilan o'zlarining kayfiyati yoki hissiyati ustida paranglashmaydi. Ular o'zlarining hissiyatini boshqalarga deyishdan ayminadi yoki nomus qiladi. Shunlarga hissiyat to'g'risida paranglashmay, masala ustida paranglashadi. Ayollar bo'lsa hissiyat ustida paranglashadi. Ular men ranjidim, mening ko'nglim og'ridi, men nihoyat xafa bo'ldim, bo'lib ketdim degandek so'zlarni qilishadi. Ularning qarshi tarafdan istaydigani bir xil hissdoshlikdan iborat. Erlar uchun ayolining yuqoridagi paranglarini anglab berish ancha oson ish emas. Erlar uchun 2 minutda tugaydigan gapni ular ayolidan 10-20 minut anglab bermasa bo'lmaydi. Şonaş bundaq işlar erlar uchun to'limi iç pishiradigan, odamni nihoyatmi ziriktirib o'tadigan ishlar bo'lib hisoblanadi. Shundaq bo'lsa-mu erlar mushundaq ahvolda cho'qim ayolning gapini to'liq zihin bergan asosda anglashni o'rganish kerak. Agar siz undaq qilmaydi ekansiz, siz bir kuyimchan er bo'lolmaysiz. Agar ayolingizning gaplarini anglab bo'lgandan keyin siz nima ish qilishni bilolmay qoldi ekansiz, siz uningdan amriqim, men sizga biror chorani tavsiya qilaymi yoki o'zingiz bir oz o'yinib boqamsiz deb so'rab boqing. Hargizmi ayolingiz gapini tugatmas, uningga masala hal qilishning usullarini deb berishga oldirab ketmang. Turmushlik bo'lish deganlik bir jup er ayol bir-biriga berib, bir-biridan elish demektir. Siz aldı bilen ayolunuz istegan narsani berishingiz kerak. Faqat shuningdan keyin siz uningdan o'zingiz istegan narsani ala olaysiz. Romantik bo'lish deganlik siz ayolingizga uni o'ylab turayotganligingizni, uningga kuyayotganligingizni va uni qadrlaydiganligingizni bildirib turish deganlikdan boshqa narsa emas. Agar siz ayolingizga ko'ysangiz, ayolınız o'zini sizning qalbingizda birinchi o'rinda turadigan narsa hisoblab, shuning mukofoti o'rnida ayolınız sizga hurmat ato qiladi. O sizni o'zining qalbidagi birinchi o'ringa qo'yadi. Turmushlik bo'lish bir o'zaro hamkorlik asosiga qurilgan ish bo'lib, bu ishda har ikki taraf teng kuch chiqarish kerak. Shunda qilganda oila muvaffaqiyatli holda davomlashib mangdi debdi Erkin Sidiq akamiz turmuşning muhim savatları ve savaqları da qadrli qarindoshlar. Endi 5-chi taktika, 5-chi qism ayollar uchun jinsiy munosabat, hissiy munosabatni kuchaytiradigan narsa debdi. 6-chisi ayollar kiyim va ziynat buyumlari ishlatganda o'zini go'zal hisoblaydi debdi. 7-chi ayollar qilgan ishlarni aqliga muvofiqlashtirishga urinmang degan mazmunga. 5-chi mazmun ayollar uchun jinsiy munosabat, ruhiy munosabatni kuchaytirish vositasi bo'lib, ko'ngil ichish vositasi emas. Erlarning jinsiy munosabatga fizikalik ehtiyoji bor. Shuningdek, ular jinsiy munosabatni qo'g'lashidi, uni qo'lga keltirishga tirishidi va jinsiy munosabat jarayonini o'zi boshlab beradi. Ayollarning bu jihatdagi fizikalik ehtiyoji hargizmo ruhiy jihatdagi ehtiyojigidek kuchli bo'lmaydi. Shuningdek, agar ba'zida ayolingiz munosabatga qiziqmasa,
sizga tezla ma'qul demasa, yoki bu ishga faqatla unimasa, siz uni o'zingizga elib ketmang. Ayolim boshqa ayollarga o'xshamaydi deb o'ylamang. Ayolingizning unda qilishi sizning buruqi. Bu jihatlik ifodangiz bilan asosan munosibatsiz. Erler bir ayolni yaxshi ko'rib qolganda, ular istaydigan birinchi ish shu ayol bilan jinsiy munosabat qilish. Ayollar bir erni yaxshi ko'rib qolganda yoki o'zini qattiq yaxshi ko'rgan bir erga yo'liqqanda, ular istaydigan birinchi muhim ish shu er bilan hissiyat jihatda yaxshi munosabat barpo qilish bo'lib, ular uchun jinsiy munosabat ikkinchi o'rindagi ish bo'ladi. Ayollar eriga mening bugun bu ishni qilg'im yo'q desa, ko'pincha vaqtlarda uning degani rost bo'ladi. Ya'ni haqiqatan uning shu vaqtda bu ishni ko'ngli tortmagan bo'lib, u hargizmi biror bahona ko'rsatayotgan ish emas. Erlar uchun karvatdagi ish bir xil huzurlanish bo'lib, u orqali erlar ko'nglini tinchitib, bir xil yuqori darajada ko'ngilni aram topqizish maqsadiga yetalaydi. Ammo ayollar bir kun ishlab, baladan xabar olib, oilasiga uchun tomoq tayyorlab, qattiq charchab ketgan vaqtda karvatdagi ish ular istaydigan ishlarning ichidagi eng oxirgi o'rindagisi bo'lib qoladi. Karvatdagi ish yuz bergan taqdirda u hargizmi ayollarning ko'nglini erlarga o'xshash rahatlantirmaydi va hargizmi ayollarning ko'ngliga erlarga o'xshash aram bermaydi. Ondaq kunlari karvatga chiqib, ko'zini yumib uxlash ayollar uchun qilishni eng xohlaydigan ish bo'lib qoladi. Shuningdek erlar bu ahvollarni to'g'ri tushunish kerak. Bu deganlik hargizmi erlar karvatdagi ishlardan o'zini tortish kerak deganlik emas. Ayollarning ko'ngli bek nozik bo'lg'achqa, ular bir qism ro'y tayyorliklardan keyin andin eri bilan karvatga chiqishni istaydi. Bu yerdagi ruhiy tayyorlik erining tatbiq so'zlarini anglash, erining ko'nglida o'zining birinchi o'rindagi narsa ekanligini, erining o'ziga kuydiganligini, o'zini qadrlaydiganligini va o'ziga e'tibor beradiganligini va hozir eri o'ziga eng ehtiyojli ekanligini bilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Siz ayolingizga qancha qattiq yepishsangiz, ayolingizmi hissiyat jihati o'zini sizga shuncha yaqin tutadi. Bu karvatdagi ish uchun intayin foydali. Kiyimsiz ayol erini intayin qattiq jalb qiladi va erining jinsiy munosabat istikini intayin kuchli darajada qo'zg'ay oladi. Ammo ayollar undaq emas. Ayollar kiyimsiz erini ko'rganda yalg'iz uningga ozroqmi qiziqmayli qolmay, balki uning aksicha eridan seskinadi. Shuningdek hargizmi meni yalang'och ayol to'limi jalb qiladi. Şuna menmo yalang'och bo'lib ayolimni qattiq jalb qila olishim mumkin deb o'ylab qolmang. O butunlay aks ta'sir beradi. Qisqasi sizning ayolingizga oshxona uyingizda qanday muomala qilganingiz uning karvati sizga qanday muomala bo'lishini belgilaydi. Debdi qadrli qarindoshlar. Bu 5-chi muhim ayollar to'g'riliq bilishga tegishli ishlar. Hamda 6-chisida ayollar kiyim va zinnet buyumları işletgende özünü güzel hesaplaydı degan mazmunga o'timiz. Qadrli qarindoshlar, hamda 6-chi mazmunni birlikda o'rganamiz. Ayollar kiyim va zinnet buyumları ishlatganda o'zini go'zal hisoblaydi. Ayollar o'zining kiyimiga intayin qattiq diqqat qiladi. Har vaqt yaxshi kiyimlarni kiyish va yaxshi zinnet buyumlarini taqash orqali o'zida men nihoyat chiroyli deydigan tuyg'u hosil qilishga tirishadi. Shundaqla o'zini yaxshi kiyinganda va o'zini yaxshi pardozlaganda erining o'ziga shu zamonla diqqat qilishini, erining o'zining chiroyli qiyofatini shu vaqtda sezib olishini istaydi. Shu orqali sizni o'ziga bakrak jalb qilishni va sizning
minnettarlığınız ve kadirlişinizge erişishni oylaydı. Eğer ayalınız çıraylık yasanıp alganda siz onunla dikkat kılmaydı ekansiz, yoki onunla pisand kılmaydı ekansiz, o siz sadır kılgan en ağır cinayet bulup hesaplanıdı. Eğer ayalınız bir qatim çıraylık kiyinip ve özünün çıraylık perdazlığını da siz onunla dikkat kılmaydı ekansiz, onun ecrige barikallah etmaydı ekansiz ve onu çıraylık sözler bilen maktap koymaydı ekansiz, ayalınızın kiler qatim siz üçün ana şundaq yasanış istikini bütünley yok kılıp etisiz. Şunlaşqa ayalınız yasanganda çokum onunla köңlüңizde ve eğizinizde qattiq dikkat bilin. Onundan başqa ayalınızın aldıda her gizmo başqa bir ayalga belki sinchilab qarab ketmang. Başqa bir ayalga qattiq ko'z tashlab ketmang. Qaysi millatning odami ve qaysi dinning odami bo'lishidan qat'iy nazar bir erning ayalining aldıda yeni bir ayalga qattiq ko'z tashlashi ve azraqmi qabul qilg'ili bo'lmaydigan eg'ir xatolik, bir sukut qilg'ili bo'lmaydigan gunoh bo'lib hisoblanadi. Agar shunday ishni qiladi ekansiz, siz ayolingizning o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay vayron qilib etasiz. Onun sizga bo'lgan muhabbatini butunlay vayron qilib etasiz. Ayolingizning oldida yana bir ayol bilan chaqchaq qilishmi bir eg'ir qiliqsizlik, bir eg'ir adabsizlik bo'lib hisoblanadi. Onda qiliqlar hergizmi ayolingizning sizga bo'lgan muhabbatini kuchaytmaydi. Belki dal onun aksini qiladi. Şunlaşqa siz her vaqt ve hamma joyda çoqum ayolingizni birinci o'ringa qo'yib, ayolınız özünüz üçün dünyadaki en güzel ayol ekanligini ayolingizga bildirib turing. Ayollar özünün kiyimlerini davamlı turda başqa ayollarniki bilan selishtirib turadi. Ama erler undaq emas. Erler adetde hergizmo özünün kiyimini başqa erlerning kiyimi bilan selishtirmaydi. Ayollar davamlı turda men hazırmı çıraylık turvatımenmo, mening turqum başqalarni özüge jelib qila olamdi. İkinci balani tug'ib bo'lgandan keyin mening bedenim sal o'zgarib ketganmidi degandek o'yladi bo'lib, o'zining turqi va o'zining figuri haqida har xil gumonlar yuriydi. Shunlashqa erlar ayoliga har vaqt onun en güzel ekanligini, onunga en qo'l qo'ydiganligini ve onu naitimi suydiganligini deb turish kerak. Ayolinin güzel ekanligini ve özünün ayoliga naitimi kuydiganligini davomli turda ig'zidagi so'zi bilan ifodalab turish kerak. Endi ayollar to'g'riliq bilishga tegishli 7-nokta qadrli qarindoshlar, ayollar qilgan ishlarni aqlga muvofiqlashtirish yoki moslashtirishga urinmang, ratsionallashtirishga. Erler ayala qilgan her bir ishning aqlga muvofiq ekanligi emasligini tekshirib o'tirmaslik kerak. Ayollarning bir ishni o'ylashi va bir ishni qilishi erlarniki o'xshamaydi. Yaratquchimiz erlar bilan ayollarni ana shundoq farqli yaratgan. Shuningdek, agar siz ayolingizga bir erga muomala qilgandek muomala qilgansiz, o sizning muomalangizni ko'tarolmaydi. Eng oxiri berib yerilib ketadi. Sizning nomuvofiq muomalangiz uzun muddat davomlashaverdikan, uning oqibati ajrishish bo'lib chiqadi. Qisqasi, erlar ayoliga cho'qim bir ayol kishiga muomala qilgandek muomala qilish kerak. Ya'ni ayollar hissiyotda, jismoniy jihatda, fiziologik jihatda va psixologik jihatlarda erlar bilan o'xshamaydi. Shunlashqa erlar ayoliga cho'qim ayol kishilarga mos keladigan muomalada bo'lishi kerak. Debdi qadrli qarindoshlar, foydalanish manbasi What men and the women need to know about each other degan bu nimeningki Yasir Qozininki so'zi ekan. What men need to know about women. Buning xat nimesini qilgan biz qadrli qarindoshlar. Onu men sizlarga tepib şu yollama bilan birga yollab beraman. Anda bo'lsa bugun ayollar turmushning muhim savotlari va savoqlari degan bu kitobdan Erkin Sidiq akamizningki.
erlerning ayollar to'g'riliq bilishga tegishlik muhim ishlar degan mavzuni birga o'rganib o'tdik. İnşallah kelar soat buning dal aksi ayollarning mu erlarga to'g'riliq bilishga tegishlik muhim ishlar haqida birlikda o'rganib o'tamiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar, qadrli qarindoshlar. Sizlarningki ko'ngillik ve hayatınlardaki en iyisi Ramazan'ı ve turmuşunu keçirişini ümit kılıman. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.